Delapa uxlashdan oldin qornim juda och qoladi. Nima yesam semiraman, nima yesam ozaman. Keling, siz xolodilnigingizdagi bor mahsulotni ayting, men esa ularni semirtirish yoki ozdirishni razbor qilib beraman. Birinchi o'rinda qaynatilgan tuxum. Agar siz qaynatilgan tuxumni faqat oqini yesangiz, albatta ozasiz. Sarig'ini qo'shib yesangiz semirasiz. Bananchi? Semirtiradi. Pomidor? Semirtiradi. Olma? Yashil bo'lsa ozdiradi. Bodring? Ozdiradi. Tvorog? Yog'lilik darajasi baland bo'lsa semirtiradi. Kefir? Yog'lilik darajasi past bo'lsa ozdiradi. Xurmo? Semirtiradi. Anor yesamchi? Albatta semirtiradi. Chunki kechqurun yeyilgan barcha turdagi shirin mevalar qondagi shakar miqdorini ko'taradi va shuni hisobiga bizning vaznimiz oshadi. Agar siz semirishni xohlasangiz, uxlashdan oldin aynan semirtiradigan mahsulotlarni, agar siz ozmoqchi bo'lsangiz, kechqurun qorningiz och qolsa, ozdiradigan mahsulotlar ro'yxatini albatta saqlab qo'yishingiz kerak. Ushbu video sizga kerak bo'ladi saqlab qo'yishni va ko'proq insonga yetib boradi. Like bosishni unutmang.